Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Ushbular Qur'onning ochiq oydin kitobning oyatlaridir. Mo'minlar uchun hidoyat va xushxabardir. Namozni to'kis ado etadigan, zakotni beradigan va oxiratga aniq ishonadiganlarga. Albatta, biz oxiratda iymon keltirmaydiganlarga amallarini zinatli ko'rsatdik. Bas ular tentirab yuraveradilar. Ana o'shalarga yomon azob bordir va ular oxiratda eng ko'p ziyon ko'ruvchilardir. Albatta, Qur'on senga o'ta hikmatli, o'ta biluvchi zot tomonidan berilur. Esla, Musa o'z ahliga, aniqki, men bir olov ko'rdim. Tezda sizlarga undan biror xabar yoki isinishingiz uchun bir tutam cho'g' keltirurman, deb. Unga kelganida olov oldidagi va atrofidagi shaxslarga baraka berildi va olamlarning Robbi Alloh pokdir deb nido qilindi. Ey Musa, albatta bu menman, o'ta izzatli, o'ta hikmatli Allohman. Va asoyingni tashla. Uning ilon kabi qimirlayotganini ko'rgach, orqasiga qaramay qochdi. Ey Musa, qo'rqma, zero mening huzurimda rasullar qo'rqmaslar. Lekin kim zulm qilsa-yu, so'ngra yomonlik ketidan unga yaxshilikni badal qilsa, bas men albatta o'ta mag'firatlidirman, o'ta rahimlidirman. Qo'lingni yoqangning ichiga kirgiz. Biron yomonliksiz oppoq bo'lib chiqur. Fir'avn va uning qavmiga qaratilgan 9 mo'jiza orasida albatta ular fosiq qavm bo'ldilar. Bas oyat mo'jizalarimiz ko'z ochuvchi bo'lib kelganida bu ochiq oydin sehrdir dedilar. Va o'zlari aniq bilib tursalar ham zulm va kibr tufayli ularni inkor etdilar. Buzg'unchilarning oqibati qanday bo'lishiga nazar sol. Batahqiq biz Davud va Sulaymonga ilm berdik. Ikkovlari bizni ko'pgina mo'min bandalaridan afzal qilgan Allohga hamd bo'lsin dedilar. Va Sulaymon Davudga voris bo'ldi. U, ey odamlar, biz qushlar tiliga o'rgatildik va har bir narsadan berildi. Bu albatta ochiq oydin fazildir, dedi. Sulaymonga uning jin, ins va qushlardan bo'lgan lashkarlari to'planib, tizilgan holda turdilar. Ular chumolilar vodiysiga kelganlarida bir chumoli, ey chumolilar, maskanlaringizga kiringlar. Sulaymon va uning lashkarlari bilmasdan sizlarni ezib yubormasinlar, dedi. Bas uning so'zidan kulib tabassum qildi va Robbim, meni o'zing menga va ota-onamga bergan ne'matlaringga shukr etishimga va sen rozi bo'ladigan solih amallar qilishimga muvaffaq etgin. O'z rahmating ila meni solih bandalaring safiga kirgizgin, dedi. Va qushlarni tekshirdi-da, dedi. Nega hudhudni ko'rmayotirman? Yoki u g'oyiblardan bo'ldimi? Albatta, uni shiddatli azobla azoblarman, yoki so'yib yuborarman, yoxud menga albatta ochiq oydin hujjat keltirajak. Ko'p o'tmay u hudhud kelib dedi. Sen bilmagan narsani bildim va senga Sabadan ishonchli bir xabar olib keldim. Dar haqiqat men bir ayolni ko'rdim. U ularning malikasi bo'lib, unga har narsadan berilgan hamda uning buyuk taxti bor ekan. Men uning va qavmining Allohni qo'yib, quyoshga sajda qilayotganlarini va shayton ularga amallarini chiroyli ko'rsatib, yo'ldan to'sayotganini ko'rdim. Bas
ular hidoyat topmaslar. Osmonlar va yerdagi sirlarni oshkor qiladigan, maxfiy qilgan va oshkor qilgan narsalaringizni biladigan Allohga sajda qilmaydilarmi? Alloh, undan o'zga iloh yo'q. U buyuk arshning Robbidir, dedi. U Sulaymon dedi: Ko'ramiz, rost so'zladingmi yoki yolg'onchilardan bo'ldingmi? Bu maktubimni olib borib ularga tashla. So'ngra chetga chiqib nazar solchi, nima qaytarurlar? U malika dedi: Ey a'yonlar, menga karomatli bir maktub tashlandi. Albatta u Sulaymondandir. Albatta unda Bismillahirrohmanirrohim menga qarshi bosh ko'tarmay taslim bo'lgan holingizda keling deyilmishdir. U malika: Ey a'yonlar, menga bu ishimda fatvo beringlar. Sizlar shohid bo'lmaguningizcha men bir ishga qat'iy qaror qilmasman, dedi. Ular: Biz kuch-quvvat egalarimiz va azmi-shijoat egalarimiz. Ish o'zingga havola. Nima amr qilishingni o'ylab ko'r, dedilar. U malika dedi: Albatta podshohlar biror shahar qishloqqa kirsalar, uni buzib tashlarlar va uning aziz ahlini xor-zor qilurlar. Ana shunday qilurlar. Men ularga bir hadiya yuborurman. Ko'raychi, elchilar nima bilan qaytar ekanlar. Elchisi Sulaymonga kelganida u dedi: Sizlar menga mol dunyo ila madad bermoqchimisiz? Bas, Alloh menga bergan narsa sizga bergan narsadan yaxshidir. Ammo sizlar hadiyalaringiz bilan quvonursiz. Ey elchi, sen ularga qaytib bor. Bas, albatta biz ular bas kela olmaydigan qo'shni ila borurmiz va u yerdan ularni xor-zor hollarida chiqarurmiz. U Sulaymon: Ey a'yonlar, ular menga taslim bo'lib kelishlaridan oldin qaysingiz huzurimga u malikaning taxtini keltira oladi, dedi. Jinlardan bo'lgan ifrit: Men uni senga o'rningdan turguningcha keltirurman. Albatta bunda quvvatli va ishonchliman, dedi. Kitobdan ilmi bor bir shaxs: Men uni senga ko'zingni ochib yumguningcha keltirurman, dedi. Sulaymon u taxtning o'z huzurida qaror topganini ko'rgach, bu Robbimning fazlidandir. Men shukr keltiramanmi yoki noshukrlik qilamanmi, sinash uchundir. Kim shukr keltirsa, o'zi uchungina shukr qilur. Kim noshukrlik qilsa, bas Robbim o'ta behojatdir, o'ta karamlidir, dedi. U Sulaymon: Uning taxtini talimaydon qilib qo'ying. Ko'raylikchi, u malika tanirmikin yoki tanimaydiganlardan bo'larmikin, dedi. U kelgan chog'da, sening taxting shundaymi, deyildi. U xuddi o'shaning o'zi, dedi. Bizga bundan ilgari ilm berilgan edi va musulmon bo'lgan edik. Va uni Allohdan o'zga ibodat qilgan narsa to'sdi. Albatta u kofir qavmlardan bo'lgan edi. Unga saroyga kir, deyildi. Uni ko'rganida suv deb o'ylab poychalarini ochdi. U Sulaymon: Albatta bu billurdan silliq qilib yasalgan saroydir, dedi. U malika: Robbim, albatta men o'zimga zulm qilib yurgan ekanman. Sulaymon ila olamlarning Robbi Allohga musulmon bo'ldim, dedi. Batahqiq Samud qavmiga Allohga ibodat qiling deb birodarlari Solihni yubordik. Bas banagoh ular ikki guruh bo'lib tortisha boshladilar. U: Ey qavmim,
nima uchun yaxshilikdan oldin yomonlikka oshiqasiz? Allohdan mag'firat so'rasangizchi, shoyat rahm qilinsangiz, dedi. Ular sendan va sen bilan bo'lganlardan shumlandik dedilar. U shumlanishingiz Allohning huzuridadir. Balki sizlar sinalayotgan qavmsiz, dedi. U shaharda 9 kishilik guruh bo'lib, u yerda buzg'unchilik qilishar, isloh qilmas edilar. Ular Allohning nomiga qasam ichinglar, albatta u Solihni va uning ahlini tunda o'ldiramiz, so'ngra valisiga biz uning ahlining halokatiga guvoh emasmiz, albatta biz rostgo'ylarmiz deymiz dedilar. Ular makr qildilar. Biz ham ular sezmagan holda makr qildik. Nazar sol, makrlarining oqibati nima bo'ldi? Biz albatta ularni va qavmlarini hammalarini yakson qildik. Ana, zulmlari sababli uylari huvullab yotibdi. Albatta, bunda biladigan qavmlar uchun ibrat bordir. Va iymon keltirib, taqvo qilib yurganlarga najot berdik. Va Lutni ham rasul qilib yubordik. O'shanda u o'z qavmiga dedi: siz ko'rib, bilib turib, fahish ish qilasizmi? Siz albatta ayollarni qo'yib, erkaklarga shahvat ila yaqinlik qilasizmi? Yo'q, siz johillik qilayotgan qavmdirsiz. Bas qavmining javobi: oli Lutni shahringizdan quvib chiqaring. Chunki ular o'zlarini o'ta pok tutadigan odamlardir deyishdan boshqa bo'lmadi. Bas biz unga va xotinidan boshqa ahliga najot berdik. U xotinning azobda qoluvchilardan bo'lishini taqdir qildik. Va ularning ustilariga bir yomg'ir yog'dirdikki, bas ogohlantirilganlarning azobi qanday ham yomon bo'ldi. Sen Allohga hamd bo'lsin va u tanlab olgan bandalariga salom bo'lsin. Alloh yaxshimi yoki ular shirk keltirayotgan narsalarmi degin. Yoki osmonlar va yerni yaratgan, sizlarga osmondan suv tushirgan zot yaxshimi? Bas biz u suv bilan go'zal bog'lar o'stirdik. Siz ularning daraxtlarini o'stira olmas edingiz. Alloh bilan birga boshqa iloh bormi? Yo'q, ular tenglashtiradigan qavmdirlar. Yoki yerni qarorgoh etgan, u uzra anhorlar qilgan, unga tog'lar qilgan va 2 dengiz orasida to'siq qilgan zot yaxshimi? Alloh bilan birga boshqa iloh bormi? Yo'q, ularning ko'plari bilmaslar. Yoki mustar odam duo qilganda ijobat etadigan va yomonlikni aritadigan hamda sizni yer yuzida xalifa qiladigan zot yaxshimi? Alloh bilan birga boshqa iloh bormi? Qanchalar oz eslaysizlar-a? Yoki sizlarni quruqlik va dengiz zulmatlarida to'g'ri yo'lga soladigan hamda o'z rahmati oldidan shamollarni xushxabar qilib yuboradigan zot yaxshimi? Alloh bilan birga boshqa iloh bormi? Alloh ular shirk keltirayotgan narsalardan olidir. Yoki mahluqotni avval boshdan yaratadigan, so'ngra uni yana qayta yaratadigan va sizlarni osmonlar va yerdan rizqlantiradigan zot yaxshimi? Alloh bilan birga boshqa iloh bormi? Agar rostgo'y bo'lsangiz, dalillaringizni keltiring degin. Sen osmonlar va yerda Allohdan boshqa hech kim g'aybni bilmas deb ayt. Ular qachon qayta tirilishlarini ham sezmaslar. Balki ilmlari oxiratni idrok qilgandir. Yo'q, ular undan shak shubhadadirlar. Yo'q, ular undan ko'rdirlar. Kufr keltirganlar dedilar:
biz va ota-bobolarimiz tuproq bo'lganimizdan keyin yana chiqarilamizmi? Batahqiq bu avvalgilarning afsonasidan boshqa hech narsa emas. Sen yer yuzida yurib, jinoyatchilarning oqibati qanday bo'lganiga nazar solinglar, deb ayt. Ular uchun mahzun bo'lma va qilayotgan makrlaridan ham siqilma. Ular agar rostgo'y bo'lsangiz, bu va'da qachon derlar. Siz oshqayotgan narsaning ba'zisi ortingizga mingashib olgan bo'lsa ajab emas, deb ayt. Albatta, Robbing odamlarga fazlu marhamatlidir, lekin ularning ko'plari shukr qilmaslar. Va albatta, Robbing ularning ko'kslari berkitgan narsani ham, oshkor qilgan narsani ham bilur. Osmonlar u yerda hech bir g'ayb narsa yo'q, illo u ochiq oydin kitobda bordir. Albatta, ushbu Qur'on Bani Isroilga ular ixtilof qilayotgan narsalarning ko'pini qissa qilib beradir. Albatta, u Qur'on mo'minlar uchun hidoyat va rahmatdir. Albatta, Robbing ular o'rtasida o'zi hukm ila ajrim chiqarur. U o'ta izzatlidir, o'ta biluvchidir. Bas Allohga tavakkul qil. Albatta, sen ochiq oydin haqdadirsan. Albatta, sen o'liklarga eshittira olmaysan. Ortga qarab qochayotgan karlarga ham chaqiriqni eshittira olmaysan. Sen ko'rlarni zalolatdan hidoyatga soluvchi emassan. Faqat oyatlarimizga iymon keltiradiganlargagina eshittira olursan. Bas ular musulmonlardir. Ularning boshiga so'zlangan azob tushganida biz ular uchun yerdan bir jonivor chiqaramiz. U ularga albatta odamlar bizning oyatlarimizga aniq ishonmaydigan bo'lganlarini aytib beradir. Biz har ummatning oyatlarimizni yolg'onga chiqarayotganlaridan bir guruhini to'plagan kunda ular jamlanib, tizilib turishar. Ular kelib bo'lgach, u zot, bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqardingizmi? Ularni puxta anglamay turib, bo'lmasa nima qilayotgan edingiz, der. Va ularga zulm qilganlari sababli so'zlangan azob tushar. Bas ular gapira olmaslar. Biz sokinlik topishlari uchun kechani, ko'rishlari uchun kunduzni qilganimizni ko'rmadilarmi? Albatta, bunda iymon keltiradigan qavmlar uchun ibratlar bordir. Dudga puflanib, Alloh xohlaganidan boshqa osmonlardagi kimsalar va yerdagi kimsalar dahshatga tushgan kunda hamma unga xor bo'lib kelurlar. Tog'larni ko'rib, qimirlamay turibdi deb hisoblaysan. Holbuki ular bulutning o'tishidek o'turlar. Bu har bir narsani puxta qiladigan Allohning san'atidir. Albatta, u nima qilayotganingizdan o'ta xabardordir. Kim yaxshilik qilsa, unga undan ko'ra yaxshiroq mukofot bo'lur. Hamda ular o'sha kunning dahshatidan omondadirlar. Kim yomonlik qilsa, bas yuztuban olovga tashlanurlar va ularga sizlarga faqat qilgan amallaringizning jazosi berilmoqda xolos deyilur. Men ushbu shaharning Robbiga, uni haram qilgan zotga ibodat qilishga amr etildim xolos. Hamma narsa unikidir va musulmonlardan bo'lishga amr etildim. Va Qur'onni tilovat qilishga amr etildim. Kim hidoyat topsa, faqat o'zi uchun hidoyat topadir. Kim zalolatga ketsa, unga men ogohlantiruvchilardanman xolos degin. Sen Allohga hamd bo'lsin. U sizlarga o'z oyat, mo'jizalarini ko'rsatur. Siz ularni ko'rib taniysiz, deb ayt. Robbing qilayotgan
amallaringizdan g'ofil emasdir.